Bitta video ko'rib qoldim. U yoqda 3 minutda ichida odamning haqiqiy samootsyenkasi, atrofdagilar bilan bo'lgan munosabati, rostdan ham o'zi haqida fikrini bilib olish uchun test o'tkazilgan. Bu testni o'zingizda ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Menda masalan to'g'ri chiqdi. Va yaqinlaringizga yoki hali uncha bilmaydigan odamingizga o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi. Yoningizda qog'oz ruchka bo'lsa, oling yoki zametkaga o'zingiz javoblaringizni yozib borishingiz mumkin. Eng asosiysi, birinchi tasavvuringizga kelgan narsani eslab qoling. Полный расшифровка kommentariyada. Birinchi ko'zingiz oldiga cho'l manzarasini keltiring. Keyin esa u cho'llar o'rtasida kub tasavvur qiling. Tasavvuringizga qanaqa hajmdagi kub keldi? U qanaqa joylashgan, qanaqa materialdan qilingan, ya'ni qattiq kub yoki oynadan ishlangan kub, qanaqa materialdan qilingan? U kub qanaqa rangda, havoda uchib turibdimi, yerda turibdimi? Kubni eslab qolamiz. Yoki qanaqa yozib qo'yamiz. Endi esa tasavvuringizga zinani keltiring. U zina kattami, kichkinami, qayerda joylashgan, kubdan uzoqdami, kubdan orqadami yoki yonidami? Va zinani ham maksimalni detalni tasavvur qiling. Mustahkam zinami yoki unaqa mustahkam zina emasmi? Keyingi tasavvur qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu ot. Tasavvuringizga birinchi kelgan ot obrazi. Ya'ni u qayerda joylashgan, qanaqa ot, parodistli otmi yoki oddiy otmi, qanaqa rang va u qayerda turganini ham yozib qo'ying. Endi xayolingizda shu 3 ta narsani joylashtirib bo'lganingizdan keyin tasavvur qiling, bo'ron keldi. Juda ham kuchli bo'ron bo'ldi va xayolingizdagi shu 3 ta narsa bilan nima bo'ldi? Zina buzilib ketgan bo'lishi mumkin yoki ot qochib ketgan bo'lishi mumkin. Kub bilan nima bo'ldi? Hammasini tasavvur qilib oldik. Javoblari kommentariy va opisaniyada. Va qisqa qilib aytganda, kub bu siz o'zingiz haqingizdagi tasavvur. Zina esa bu do'stlarimiz, atrofdagi odamlarimiz, jamiyat obrazi. Ot obrazi esa bu bizani idealimizdagi partnyor. Kommentariyada sizlarda nima chiqqanini yozib qoldiring.